tahoratxonamiz bo'lyapti. Mana shu yerdan 4 ta shashagan, ya'ni tualet. Buni to'g'risidan birda 2 ta ummonlik. Mana bu yerdan 6 dona semestitil tahorat qiladigan. Bu yerda bitta yuvish xonasi. Undan keyin mana ayvonchasi mana shu holatda bo'ladi. Bo'ldi, ishonmang, uni to'g'rilaymiz. Yashaylanmalar oqsoqollar kattagon. Imom buva endi duo berasiz. Albatta ilohim amin. Allohim mana shunday xalq bilan bir ahillikda mana shunday barcha mana rais oqsoqollar, hojibolar mana shunday tashabbus qildi. Allohim bu tashabbusni o'zing xayrli qilgasan. Niyatlarimizni o'zing amalga oshir. Barcha yurtboshimiz atrofidagi barcha rahbarlar, hokimlarimiz ishlar rivojini bergin. Bu ishga sa'y harakat qilayotgan, bosh-qosh bo'layotgan va ehson qilayotgan, ehson qilaman deb turganlarni Alloh xonadonda doimo yaxshi qilib bersin. Allohu akbar.